Bismillah, assalomu alaykum. Hammaga bizda yangi devor mebel jami 13,5 metr joyga devor mebel tayyorlab berganmiz. Uy usti bor. Gipsokardondan to'g'rilab qo'yishgan pataloydan. Endi bundan bu tomonlari hammasi apshika bo'ladi. Xo'p, arzon variant Andijon Balash tumaniga kelganmiz. Arzon variant ichida polkasi bor. Bizni kuzatib boruvchilar bilishadi, ichi devor holicha qoladi. Addelkadan keyin aboyat xotini yopishtirib yuborishmoqchi ichiga. Degardirov qilganmiz. Tepasi antreso. Nariga xonamiz. O'rtasiga tuyurma tashkillaganmiz tortmalari bilan. Ikkitasi taxmon ko'rpa taxlash uchun. Ichi arzon variant. Devor holicha qolgan. Xo'p, bu xona ham gipsokardon bilan apshika bo'ladi. Deraza tomonlar hamma taraf xullas. Xonada diagonal bo'lmaganligi uchun diagonal to'g'rilashgan. Ko'slari mana shundoq qolgan. Hammasini ichida xo'p, ikkitadan polkasi bor. Ichi arzon variant holatcha qolgan. Rasxodi 16 million 400, 13,5 metr joyga devor mebel tayyorlab berdik. Rahmat hammaga e'tibor uchun. Telegram manzilimiz opisaniyada bo'ladi, yozib qo'ygan raqamlarimizda Telegram, WhatsApp bor, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Rahmat hammaga.